Usta kelib bo'ldi, başlar ishlarni qilish kerak. Buni qilib bizga boshlashga faqat Metr kerak. Sizga ham bakiryapman. Hujjat keting. darvozamiz bitta. Akalar, ukalar. Zakasni solamiz mana. Mana. O'zbekiston bo'yicha zakas olinadi. $1000 darvoza qo'yganda usta $1000 ham rasxod ketmaydi unga. $500 qilib beraveraman. $500 material. $500 chirab chiroyli qilib beraman. Shunchalarni qoqib, ham yo'llarni qo'yib beramiz. Tunukalar shumka bo'ladi, shunda. Shumka esa shumka. Katta usta. Usta o'z fikringizni qoldiring. Meni fikrim mana shu darvozani qilinglar, materialni hamma yo'lda qilib, tas urish kerak, tekisroq joy bo'lsa yana ham yaxshi. O'zimiz qiynalmaymiz. Darvozada yaxshi ekanda bu. O'zi borib keladi. Eng qizig'i funtda ochiladi.